Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim, har bir oilaga, har bir pensionerga, har bir nogironligi bo'lgan fuqaroga va yaqinlari pensiya oladigan insonlarga bevosita aloqador masalani tushuntirib beraman. Oxirgi kunlarda 19 avgustdan minimal pensiya 774 so'm bo'ladi. Mislsiz saxiylik. Pensionerlarga yangi to'lov degan gaplar tarqalmoqda. Ko'pchilik odamlar buni eshitib hayron bo'lyapti. Buni ma'ni anglatadi. Pensiya oshadimi, kamayadimi, kimga tegadi, kimga tegmaydi? Men bugun aynan shu chalkashlikni oddiy tilda, raqamlar bilan, real hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan raqam sabab odam pensiya jamg'armasiga bekorga borib vaqt yo'qotishi yoki aksincha o'ziga tegishli pulni talab qilmay yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu yerda men shu emas, foydali va tekshirilgan tushuntirish beraman. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. 7374 so'm degan raqamni ko'rganingizda uni darhol oylik minimal pensiya deb tushunib qolmang. Bugungi iqtisodiy sharoitda 7374 so'm oylik pensiya bo'lishi mantiqan ham, amaldagi tartiblar bo'yicha ham to'g'ri kelmaydi. Odamlar orasida tarqaladigan xabarlarda ko'pincha raqam noto'g'ri yoziladi. Nuqta yoki probel noto'g'ri qo'yiladi. Yoki bir kunlik farqni butun oylik pensiya deb talqin qilishadi. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Rasmiy qarorda yoki hisob-kitob jadvalida biror pensiya miqdori, qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya natijasida kunlik hisobda 7374 so'm farq chiqadi. Ayrimlar esa buni minimal pensiya 7774 so'm bo'ldi deb tarqatadi. Aslida esa pensiya har doim oylik hisobda belgilanadi. Agar 7374 so'm degan raqam chiqsa, u ko'pincha kunlik qo'shimcha qayta hisoblashdagi farq ma'lum bir davr uchun ustama yoki noto'g'ri ko'chirilgan raqam bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ham pensiya tizimida bir nechta asosiy tushuncha bor edi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'liq to'lovlar. Bazaviy hisoblash miqdori, ish staji va ish haqi asosida hisoblanadigan pensiya. Odamlar ko'pincha bularning hammasini bitta so'z bilan pensiya deb aytadi. Ammo huquqiy jihatdan ularning tartibi, miqdori va kimga berilishi farq qiladi. Endi nima o'zgardi? O'zgarish odatda pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qilish, ya'ni narxlar o'sishi, inflyatsiya. Aholining ijtimoiy himoyaga ehtiyoji kuchayishi sabab ayrim to'lovlarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'ladi. Agar 19 avgust sanasi tilga olinayotgan bo'lsa, odamlar shu kundan boshlab nimadir avtomatik o'zgaradi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda ko'p hollarda qaror kuchga kirgan sana, to'lov hisoblangan sana va pul kartaga tushadigan sana bir xil bo'lmaydi. Mana shu joyda eng katta chalkashlik paydo bo'ladi. Men sizga eng avvalo 3 ta narsani ajratib olishni maslahat beraman. Birinchisi, minimal pensiya deganda aynan qaysi turdagi pensiya nazarda tutilmoqda? Ikkinchisi, 7374 so'm degan raqam oylik miqdormi? Kunlik farqmi yoki qo'shimcha hisob-kitobmi? Uchinchisi, bu o'zgarish hammaga tegishlimi yoki faqat muayyan toifalarga tegishlimi? Masalan, bir holatni olaylik. Otaxon 68 yoshda 30 yil ish stajiga ega. Hozir oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Internetda 15 avgustdan minimal pensiya 774 so'm degan xabarni ko'rib qo'rqib ketdi. Nahotki mening pensiyam kamayib ketsa deb o'ylaydi. Bu yerda men aniq aytaman. Pensiya tizimida odatda odamning tayinlangan pensiyasi birdan 7000 so'mga tushirib yuborilmaydi. Agar pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilsa ham, bu qonuniy tartibda asosli hujjatlar bilan amalga oshiriladi. Shunchaki internetdagi sarlavha asosida pensiyangiz kamaydi deb vahimaga tushmang. Ikki holat. Onaxon 62 yoshda ish staji yetarli emas, ijtimoiy nafaqa yoki eng kam miqdorga yaqin to'lov oladi. U bunday xabarni ko'rib, menga endi qo'shimcha pul beriladimi deb umid qiladi. Bu holatda ehtiyot bo'lish kerak. Agar haqiqatan ham minimal to'lovlar oshirilgan bo'lsa, bu odatda avtomatik hisoblanadi. Lekin agar onaxonning hujjatlarida ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, eski ish joyidan ma'lumotnoma yo'q bo'lsa yoki ayrim yillar pensiya bazasiga tushmagan bo'lsa, unda u qo'shimcha tekshiruv orqali pensiyasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Demak, bunday odamlar vahima qilmasin, lekin o'z pensiyasini tekshirtirib qo'ysin. 3 holat. Bir oilada bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olinadi. Masalan, ona 2 nafar farzandi uchun to'lov oladi. U ham minimal pensiya oshdi degan xabarni eshitadi.
lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan yoshga doir minimal pensiya bir xil tartibda hisoblanmasligi mumkin. Bu yerda farzandlar soni, marhumning ish staji, oldingi daromadi, bolalarning yoshi, o'qishi kabi omillar ahamiyatli. Shuning uchun minimal pensiya degan umumiy gapni eshitib, hamma turdagi to'lov bir xil oshadi deb o'ylash noto'g'ri. 4 holat. Nogironligi bo'lgan fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Unga ham ayrim holatlar ustamalar. Parvarish puli, kommunal imtiyozlar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bog'langan bo'lishi mumkin. Agar asosiy pensiya o'zgarsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar ham bevosita yoki bilvosita ta'sirlanishi mumkin. Lekin har doim ham emas. Shuning uchun men bunday fuqarolarga alohida tavsiya qilaman. Faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasidan hisob kitob varag'ini so'rang. Unda asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha. Ushlab qolish bor yo'qligi ko'rinadi. Endi raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir pensionerning avgust oyida pensiyasi 1 million so'm bo'lgan. Agar qayta hisoblash natijasida unga oyiga 221 ming, 220 ming so'm qo'shimcha farq chiqsa, bu 3 kunga bo'linganda taxminan 7374 so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Kimdir shu kunlik farqni olib, minimal pensiya 774 so'm deb yozsa, butun ma'no buziladi. Aslida odam oyiga qo'shimcha 220 ming so'm olishi mumkin, lekin sarlavhada 7374 so'm turadi. Shuning uchun raqamning qaysi davr uchun berilganini har doim tekshirish kerak. Kunlikmi, oylikmi, bir martalikmi, farq to'lovimi? Yana bir misol. Agar qarorda 15 avgustdan kuchga kiradi deyilsa, avgust oyining hammasi uchun emas, 15 avgustdan 31 avgustgacha bo'lgan davr uchun farq hisoblanishi mumkin. Avgustda urdik kunlik farq chiqadi. Sentabrdan esa to'liq oy bo'yicha yangi miqdor to'lanadi. Odam kartasiga avgustda kutilganidan kamroq pul tushganini ko'rib, meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida u faqat oy o'rtasidan hisoblangani uchun kamroq farq olgan bo'lishi mumkin. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lganlar. Ikkinchidan, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Uchinchidan, eski yillarda kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlarida ishlagan, lekin arxiv hujjatlari to'liq topilmagan fuqarolar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladigan oilalar. Beshinchidan, pensiyasidan kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lgan shaxslar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz ancha yuqori bo'lsa, barcha stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, har oy pulingiz muntazam tushayotgan bo'lsa va hech qanday ushlab qolish bo'lmasa, siz uchun bu xabar faqat umumiy ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin baribir hisob kitobni tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ba'zida katta pensiya oladigan odamlarda ham eski yillardagi yuqori oyliklar inobatga olinmay qolgan bo'ladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim holatlarda ijtimoiy himoya maqsadida. Staj yetarli bo'lmasa ham berilishi mumkin. Shuning uchun minimal pensiya oshdi degan gap avtomatik ravishda barcha nafaqalar ham xuddi shu miqdorda oshdi degani emas. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya miqdorining oshishi har doim kartaga darhol ko'rinmaydi. Bank tizimi, pensiya jamg'armasining hisob kitobi, mahalliy bo'limlarning ma'lumot bazasi, qayta hisoblash sanasi, dam olish kunlari va bayramlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, to'lov oyining 5 sanasida tushishi kerak, lekin qayta hisoblash 10 sanasida yakunlansa, farq keyingi oyda alohida tushishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol menga bermadi deb xulosa qilishdan oldin rasmiy izoh oling. Uchinchi nozik jihat. Ayrim odamlarda pensiyadan ushlab qolish bo'ladi. Masalan, pensioner bankdan kredit olgan, kartadan avtomatik yechib olinadi yoki ijro byurosi orqali qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish mavjud. Bunday odam pensiya oshganini sezmasligi mumkin. Chunki qo'shimcha tushgan pulning bir qismi yoki hammasi qarzga ketadi. Shuning uchun kartadagi qoldiqni emas, aynan pensiya hisob-kitob varag'ini tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil va yashash manzili masalasi. Ba'zi fuqarolar bir viloyatda ro'yxatda boshqa joyda yashaydi. Pensiya ishi qayerda yuritilayotganini bilmaydi. Agar hujjatlarda xatolik bo'lsa, xabarnoma eski manzilga ketishi mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun muhim. Farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlarini va aloqa raqamlarini yangilab qo'yishi kerak. Beshinchi nozik jihat. Ish staji bo'yicha arxiv hujjatlari.
Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya bazasida 25 yil ko'rinadi. Nega? Chunki eski ish joyi tugatilgan, arxivga topshirilmagan. Mehnat daftarchasidagi murxira buyruq raqami yo'q yoki familiya imlosi pasportdagidan farq qiladi. Bitta harfdagi farq ham hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan bo'lsa, ba'zan qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Odamlar buni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin pensiya masalasida mayda narsa yo'q. 6-nozik jihat 15 avgustdan degan sanani noto'g'ri tushunish. Bu sana 3 xil ma'noni anglatishi mumkin. Birinchisi hujjat qabul qilingan sana, ikkinchisi hujjat kuchga kirgan sana, uchinchisi to'lov amalda boshlanadigan sana. Agar siz faqat sarlavhani o'qisangiz, bu uchalasini bir xil deb o'ylaysiz. Aslida esa hujjat 12 avgustda kuchga kirib, hisob-kitob sentabrda amalga oshirilishi. Pul esa keyingi to'lov jadvali bo'yicha tushishi mumkin. 7-nozik jihat minimal so'zining o'zi. Minimal pensiya degani har bir pensioner shu miqdorni oladi degani emas. Bu pastki chegaraga yaqin tushuncha. Kimdir staji va daromadi yuqori bo'lgani uchun undan ko'p oladi. Kimdir staji yetarli bo'lmagani uchun boshqa turdagi ijtimoiy to'lov oladi. Kimdir qo'shimcha ustama bilan ko'proq oladi. Demak, bitta minimal miqdorni barcha odamlarga bir xil qo'llash noto'g'ri. 8-nozik jihat internetdagi mislsiz saxiylik kabi sarlavhalar. Men bunday sarlavhalarga ehtiyotkor qarashni maslahat beraman. Chunki ko'pincha ular odamni videoga kiritish uchun hissiyotga bosim qiladi. Aslida esa sizga kerak bo'lgan narsa bitta: rasmiy hujjat, aniq miqdor, kimlarga tegishi, qachondan to'lanishi va qanday tartibda hisoblanishi. Agar xabarda manba ko'rsatilmagan bo'lsa, faqat tez tarqating deyilgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Endi eng foydali qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam tushuntiraman. Birinchi qadam, kartaga tushgan pulni emas, pensiya hisob-kitobini tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar imkoningiz bo'lsa, elektron davlat xizmatlari orqali ham ma'lumot olishga harakat qiling. Siz mening pensiyam qanday hisoblangan, asosiy miqdor qancha, ustamalar qancha, ushlab qolishlar bormi deb so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari. Harbiy xizmatga oid hujjatlar, bolalarni parvarish qilgan davrga oid hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda hujjatlar farq qiladi, lekin asosiy tamoyil bitta. Pensiyaga ta'sir qiladigan har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Uchinchi qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza yanada kuchliroq. Arizada shunday mazmunda yozishingiz mumkin: mening pensiya miqdorimni qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va oylik ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Shuningdek, 18 avgustdan keyingi o'zgarishlar mening pensiyamga ta'sir qilmaganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasi va kirim raqamini qo'ydirib oling. 4-qadam. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, izoh talab qiling. Ba'zan odamga hammasi to'g'ri deb aytiladi, lekin qanday hisoblanganini tushuntirishmaydi. Siz qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, qaysi oyliklar hisobga olingan, minimal miqdor yoki ustama qanday qo'llangan deb so'rashingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. 5-qadam, eski ish joylaringizni eslang va ro'yxat tuzing. Masalan, 1995 yillar maktabda ishlaganman. 1995-1992 yillar zavodda ishlaganman. 1992-1993 yillar fermer xo'jaligida ishlaganman. 1993-2005 yillar kasalxonada ishlaganman deb alohida yozing. Har bir joy bo'yicha taxminiy manzil, rahbar nomi, bo'lim nomi, lavozimni yozib qo'ying. Arxiv qidiruvda bu juda yordam beradi. 6-qadam, agar ota-onangiz keksa bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksalar internetdagi xabarlarni to'liq tushunmaydi. Telefonga kelgan har bir gapga ishonib qoladi. Farzandlar ota-onasining pensiya kartasiga tushgan pulni, SMS xabarlarini, bank yechimlarini, kredit ushlab qolishlarini tekshirishi kerak. Ba'zida ota-ona pensiyam kamaydi deydi. Aslida esa kartadan avtomatik kredit yechilgan bo'ladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Men pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering. O'rinsa avgustdagi yangi ro'yxatga kiritaman. Minimal pensiya bo'yicha qo'shimcha pul chiqarib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy organlar orqali hal qilinadi. Hech kim telefon orqali sizdan karta raqami, SMS kod, PIN kod so'rashga haqli emas. Agar kimdir pensiya puli tushishi uchun kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 8-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, qonunchilik ma'lumotlari, davlat xizmatlari portali kabi manbalarga qarang. Telegram yoki YouTube'dagi sarlavha siz uchun boshlang'ich signal bo'lishi mumkin, lekin yakuniy haqiqat emas. Men ham har doim aytaman, raqamni ko'rdingizmi, manbasini tekshiring. Sanani ko'rdingizmi? Ko'chga kirish tartibini tekshiring. Hammaga beriladi degan gapni eshitdingizmi? Toifalarni tekshiring. Yana bitta amaliy misol beraman. Deylik sizning onangiz 900 ming so'm pensiya oladi. Avgust oxirida unga 920 ming so'm tushdi. U faqat 20 ming oshibdi, lekin internetda boshqacha deyishdi deb xafa bo'ldi. Siz birinchi navbatda oyning qaysi kun uchun hisoblanganini tekshirasiz. Agar o'zgarish burundagi avgustdan bo'lsa, avgust uchun faqat urdir kunlik farq tushgan bo'lishi mumkin. Sentabrda esa to'liq oy bo'yicha ko'proq tushadi. Agar sentabrda ham o'zgarish bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilasiz. Boshqa misol. Otangizning pensiyasi 1 million 100 ming so'm edi, kartaga 1 million 300 ming tushdi. U pensiyamni kamaytirishdi deydi. Tekshirsa 1 ming so'm kommunal qarz yoki kredit bo'yicha ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ham ko'chirma oling. Pensiya hisoblangan miqdor va kartaga sof tushgan miqdor bir xil bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. Ayrim davlat stajga kiritilishi mumkin. Ayrimlari esa alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Agar u hujjatlarni topshirmagan bo'lsa, pensiya kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin internetda minimal pensiya haqida xabar ko'rib, faqat yangi o'zgarishni kutadi. Aslida uning muammosi yangi o'zgarishda emas, eski staj to'liq hisobga olinmaganda bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 1-avgustdan minimal pensiya 774 so'm degan gapni ko'rganingizda, darhol vahima qilmang va darhol xursand ham bo'lib ketmang. Men sizga asosiy xulosani aniq aytaman. 7374 so'm raqami ko'pincha oylik pensiya emas, balki hisob-kitobdagi kunlik farq. Qo'shimcha to'lovning bir qismi yoki noto'g'ri talqin qilingan raqam bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida eng muhim narsa sarlavha emas, rasmiy hujjat va shaxsiy hisob-kitobdir. Agar pensiyangiz minimal darajaga yaqin bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilganiga shubhangiz bo'lsa, eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlar yetishmasa yoki kartaga tushayotgan pulda tushunarsiz farq bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Og'zaki emas, imkon qadar yozma ariza bilan murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling, bank ko'chirmasini oling, hisob-kitob varag'ini so'rang va o'z huquqingizni biling. Sizlardan iltimos kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday o'zgarishlar sezildi? O'gindagi avgustdan keyin qo'shimcha pul tushdimi yoki hali tushmadimi? Qaysi raqamlar sizni chalkashtiryapti? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz asosida yana batafsil tushuntirish beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor insonlarga ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni men oddiy tilda, raqamlar bilan, amaliy yo'l-yo'riq orqali tushuntirib boraman.